Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Mana bugun biz Pillakashli mahallasi, Pillakashli ko'chasi. Mana Navruz bog'idan kirib kelish. Shunoq kirib kelganingizda o'ng qo'lingizga mana shunaqa 3 ta 7 qavatli, 8 qavatli domla joylashgan. Shulardan hozir birinchi qavat 2 xonalik 52 kvadrat metrli uyimizni sotuvga qo'yamiz. Hozir ichki qismlarini ham ko'rsataman. Mana bu hovlisi. Ko'rib turibsizlar, chiroyligina qilib mana bunaqa besetkalar, oldida mana bunaqa ariqlar, suvlari bor mana. Mana stenka mana. Ko'rib turibsizlar, bunaqa qilib oldidan ariqlardan suvlar o'tib turadi. Mana juda shinam, juda chiroyli. Lokatsiyasi ham juda zo'r joydan uy qidirib yurganlar uchun mana juda zo'r variant. Hozir ichki qismini ko'rsataman, o'zlaring ko'rib guvoh bo'lasizlar. Birinchi qavat 2 xona 52 kvadrat metrdan iborat. Uyimizda remontlari qilingan, aboylari qilingan. Eng qizig'i uyimiz liftlari bor. Juda chiroyli qilingan. Mana bu podyezdga kirish qismi. Ko'rib turibsizlar o'zlaring, juda akkuratli, chiroyli ishlangan. Shunaqa qilib eshiklar qo'yilgan. Kirishdan bu koridor qismi mana. Ko'rib turibsizlar. Eshiklari ham juda chiroyli, aboylari ham juda chiroyli tanlangan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Atapleniya, topli pollarigacha qilingan. Ko'rib turibsizlar, xonalarda remonti mana. Aboylarigacha qilib qo'yilgan. Kirishdan o'ng qo'ldan bu birinchi xonasi edi. Ikkinchi xonamiz mana oshxona bu. Oshxonamiz mana shunaqa qilib mana kafellar terib qo'yilgan, aboylar qilingan. Kotellarimiz ham o'rnatilgan. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana chopli pollagacha qilingan. Vannaxona, oshxona, koridor qismlari chopli pol bo'lgan. Bu to'rdagi xonamiz mana bu mehmonxonasi. Ko'rib turibsizlar. Mehmonxonasi ham juda chiroyli. Uyga hali bir kun ham hech kim yashamagan. Mana ko'rib turibsizlar. O'z zali mana. Alohida qilib hojatxona qilingan mana. Ko'rib turibsizlar, hojatxonalari ham juda zo'r qilingan. Shuni yonida vannaxonasi mana. Uyimiz birinchi qavat, 2 xona 52 kvadratdan iborat. Narxiga keladigan bo'lsak, naqd pulga 32.500 deb baholadik. Ozgina kelishiladigan joyi bor. Yana ikkinchi varianti 10.000 berib turib, $10.000 berib 325 million kreditini davom etsa bo'ladi. Batafsil to'lov haqida qiziqtirsa, pastdagi telefon raqamli telefon qilasizlar, bog'lanasizlar, kelishamiz. Telefon qilinglar, gaplashamiz.